Bugungi darsimizda 5 daqiqa ichida medical vocabulary'ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni meditsina haqida gaplashamiz. Boshladik. Birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa what illnesses, kasalliklarning nomi va turlari. Kasalliklarning turlari what kichik kasalliklar minor illnesses deyiladi ingliz tilida, ya'ni kichik kasalliklar. Ularga kirishi mumkin cold degani shamollash, fever isitma qilish, flu degani gripp degani. Mana shu uchalasi va bular bir qancha davom etishi mumkin. Masalan, bosh aylanishi, qayt qilish, holsizlik. Endi ularni hammasini bu yerda darsda sig'dirib olmasdi. Davom etamiz. Serious kasalliklar, ya'ni jiddiy kasalliklar, davolash juda ham qiyin bo'lgan yoki ilojsiz bo'lgan kasalliklar kiradi bu yerda. Cancer bu saraton, heart attack yurak xuruji va AIDS ya'ni o'zbek tilida AIDS bo'ladi-yu, o'sha. Va chronic kasalliklar bor. Xronический kasallik, ya'ni surunkali kasalliklar deyiladi-yu. Masalan, diabetes bu diabet, ya'ni sahar kasalligi bo'lib, sugar diabetes deyiladi masalan. Va astma o'sha nafas olish bilan surunkali qiynaladigan kasallik bo'ladi. Demak, kasalliklarning turlari bilan tanishib chiqdik. Ana endi kasalliklarni davolaydigan doktorlar bilan tanishamiz. Boshladik. Doctorsga keladigan bo'lsak, birinchisi general practitioner yoki GP desak bo'ladi. General practitioner degani umumiy amaliyot shifokori bo'ladi. Mana bu o'zbekchasi terapevt bo'lsa kerak. GP, general practitioner. Keyingisi family doctor. Oilaviy, ya'ni siz oilangizga qaraydigan doktor, poliklinikalarda biriktirilgan doktor. Family doctor. Keyingisi cardiologist. Cardiologist o'sha kardiolog, yurak doktori. Neurologist o'sha nevropatolog, ya'ni nima deydi, nervlar bilan shug'ullanadigan, asab tizimi bilan shug'ullanadigan doktor. Oncologist degani o'sha onkologiya, ya'ni rak kasalliklari bilan, saraton kasalliklari bilan shug'ullanadigan doktor. Dermatologist bu dermatolog, o'sha teri kasalliklari bilan shug'ullanadi. Pediatrician o'sha pediatr, ya'ni bolalar shifokori. Surgeon jarroh. Surgery so'zi bor. Surgery degani jarrohlik degani. Surgeon jarroh degani. Va eng ko'p kerak bo'ladigan doktorlardan ENT doctor degani o'zimiz til bilan aytganda lor, ya'ni ear, nose, throat, ya'ni quloq, burun va throat degan tomoq. Lor doktorini ENT deyishimiz mumkin. Ana endi doktorlar bilan tanishdik, kasalliklar bilan tanishdik. Ana endi uni davolash jarayoni bilan tanishishimiz ham kerak. Demak, processni o'ziga keladigan bo'lsak, jarayon. Birinchi qanaqa bo'ladi? Birinchi doktorlar diagnose qiladi. Ya'ni diagnoz, tashxis qo'yadi. Keyin examen qiladi. Examen degani o'sha tekshirib ko'rish, diagnoz qo'yadi, tekshirib ko'radi. Ana undan keyin treat, bu davolash degani, ya'ni kasalni davolash, treat. Bundan tashqari treatdan heal bilan bersa ham bo'ladi masalan. Heal ham davolamoq degani yoki deylik yana cure degan so'z bor. Bu ham davolamoq degani. Faqat bularni bir-biridan biroz farqi bor. Bularni keyingi darsimizda o'rgataman farqini. Prescribe degani masalan kasalga dorilar ro'yxatini yozib beradi-yu, retsept. O'shani yozib berishdi. Prescribe. Recover degani sog'ayib ketmoq, tuzalib ketmoq. Masalan, birorta patsient, ya'ni bemor aytish mumkin. I recovered from this illness for about a week. Ya'ni bir haftada bu kasallikdan tuzalib ketdim degani. X-ray machine bu rentgen. Masalan, suyaklarni singanini ko'rish uchun yoki boshqa maqsadlarda ham rentgen qilishadi-yu, o'sha X-ray machine deyiladi. Yoki o'zimiz tilidagi UZIni ultrasound machine desa bo'ladi. UZI o'sha ichki a'zolarni tekshiradi. Rentgen suyakni tekshirsa, ultrasound machine o'sha ichki organlarni tekshiradi. Keyingisi MRI scanner. Bu o'zbekchadagi MRT ga
to'g'ri keladi. Ya'ni tomografiya qilinadi insonni boshidan to oyog'igacha. O'sha MRI deyiladi. Ya'ni buni kengaytmasi ingliz tilidan kelib chiqqan o'zi magnetic resonance imaging bo'ladi. Mana shunaqa qisqacha medical vocabulary haqida bugungi darsimizda ko'rib chiqdik. Bu yoqda to'g'ri hamma vocablarni sig'dira olmaganman, lekin eng asosiylarini ko'rsatib ketishga harakat qildim. Speaking va writingda ishlatishga harakat qiling bu so'zlarni. Shu mavzuda insho yozib ko'rsangiz bo'ladi. Shu mavzuda do'stlaringiz bilan gaplashib ko'rsangiz bo'ladi, o'qituvchingiz bilan gaplashib ko'rsangiz bo'ladi, gaplar tuzsangiz bo'ladi. Va shunaqa qilib bu so'zlarni active vocabularyga aylantirasiz, ya'ni faol lug'atga. Sizlar bilan Teacher Bobur bo'ldi. Keyingi darsda ko'rishguncha.